Yeb ko'rasizmi ashlar? Ko'raman, oshda yevoraman. Yeb olasizmi ani? Qachon? Qurt topdi, boychacha. Hammasini ushlab Qachon? yevoraman. Bugun yeb olasizmi? 1 minut deyilgan 30 sekundda yevoraman. Hozirmi? Zot ishonasanmi yeb olishiga? Ishonaman, xudo xohlasa yettashaydi. Yeb oladi deb o'ylasam. Yevoradi. O'sha yeb oladi deb o'ylasam. Yonmaydimi? Xullas, bachashlar. Mana boychechadek qurt topdi, 1 minutda yeb olaman deb karilladi. Endi bu vaziyatda o'zini olib borib yedirib ko'ramiz. Qani, ketdik. Havo sovuq bo'lishiga qaramasdan biz boychechak tomon yo'l oldik. Shartlarni yana boshqatdan tushuntirib o'taman. O'sha 100 grammlik va 70 grammlik qurtop bor ekan. 70 grammlik qurtopni 20 ming so'm ekan, adashmasam. Xuddi shu qurtopni 1 daqiqada yesiz, o'zimizni qora обычный salofanga to'ldir xohlagan narsangizni solib ketishingiz mumkin ekan. Agarda yutkizsak 50 ming so'm jarima. Shohrux esa ishtiyoq bilan yedi va natijani video davomida ko'ring. Havo juda ham sovuq. Karillagan Shohrux bek esa Og'zimda to'lib qoladigan televideniyelar. bu yerning manzili esa Andijondan Toshkentga ketishdagi Perevalda oxirroqdagi masjidni ro'parasida. Lekin qurtop mazali ekan, yeb ko'rish haqiqatan ham qiyin ekan. Sizlar bilan yeb ko'ramiz bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting va podpiska bosishni unutmang. Yeb ko'ramiz.